Assalomu alaykum Razok shahrining turg'unlari, ayimdar jana mirzalar, sizlar uchun Razok shahrining sentridan chotki lokatsiyadan o'tasonun 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Do'stlar, videoni jurishida sizlarga adreslarini taqtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek Razok shahrining sentridan eski mol bozori tagidagi svetofordan yo'l yo'l bilan tuz bosib chiqib kelsangizlar, o'ykadan o'tganidek bu yog'imini ko'rib turgandek chap qo'lga yo'l bilan tuz bosib tushib borsangizlar, o'tasonun chotki lokatsiyadan 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Bu yog'i mana ko'rib turgandek yo'l bilan tuz bosib chiqib borsangizlar, bu yog'i mana Pulol, Pirtravka, Plus aeroportga chiqib ketadigan katta sentralni yo'l. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim. Mana sotilayotgan yeri oldiga yetib keldik. Mana shu katta yo'ldan 200 metr tuz bosib chiqib kelsangizlar, ko'rib turganingizdek mana sotilayotgan yerimiz chap qo'lda joylashgan. O'tasonun yer desaqdagi bo'laveradi. Razok shahrining sentrida joylashgan. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari ko'rib turganingizdek mana yerni oldida va shunday mana katta stalbalarda to'xlagacha kelgan. To'xtan, suvdan muammo yo'q. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb turgan yerda granitsalarini sizlarga sonun qilib taqtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Do'stlar, agar sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni yer olamiz degan do'stlar o'ziga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Turganda mana yo'l tomon granitsamiz mana shu qo'shni imoratidan bu yog'i mana dakansa to'g'ridagi betongacha bunaqangisi 15 metr. Bu yoq tomonda ko'rib turganda yo'llari ham katta, keng 8 metr desak ham bo'ladi. Pastki yon tomon granitsamiz mana shu betondan bu yog'i mana dakansa past tomondagi yo'lgacha uzunasi 40 metr. Ko'rib turganda sotilayotgan yerimizning tagida eski Xudoybergan mol bozori joylashgan. Do'stlar, videoni jurishida kirib borib sizlarga qolgan granitsalarni taqtab ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Yuqori yon tomon granitsamiz mana shu qo'shni imoratidan bu yog'i mana ko'rib turganda dakansa pastgacha uzunasi 40 metr. Daha bir bor aytib o'tamiz, mana yuqori yon tomon granitsamizga mana shunday mana qo'shilib o'tasonun qilib 40 metrga betondan zaborlarni qilganlar. Ko'rib turgandek sotilayotgan yerimiz chotki lokatsiyada joylashgan. Plus mana bu yoq tomonda katta to'yxonalargacha bor. Plus mana bu yoq tomonda aylanasiga polnisda qator uylar solinib bir necha yildan beri kelib qo'shnilar maza qilib yashayaptilar. Do'stlar, daha bir bor aytib o'tamiz, Razok shahrining sentridan eski mol bozori ustidan o'tasonun chotki lokatsiyadan 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Do'stlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 3 million deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa arzon qilib kelishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xazina nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa savdo qilib olishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rib turganda bu yoq tomonda to'yxonalargacha bor. To'yxonaning narigi tomonida Zolotoy most, stroy materiallar hammasi shu tomonda joylashgan. Plus mana yuqori tomonda aeroport bor. Har tomonlama qulay aeroportga, bannisaga, plus mana to'yxona, stroy material, laylah to'yxonalariga har tomonlama yaqin bir qadam desak bo'ladi. Do'stlar, sizlarga video yoqsa, обязательно shu videoni Razok shahrining sentridan yer olamiz degan do'stlar o'ziga podelitsiya qilib jo'natib qo'yishni unutmangizlar. Ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.